Assalamu alaikum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Uzaq oldu biz görüşmegili. Yaqında beri menden bəhçıq kişiler şu Abduveli Yasin temisi haqqında ayrım xanamda bəhçıq suallarda hem şu yettiq pullarını aşı balağa atmaqçı bolğanlıqlarını mancıq söz qaldırıbdı. Bəzilərə naq vaqtda cavab verdim, bəzilərə umumyüzlük bir cavab berib qoyay deb oyladım. Abduveli Yasin şu aldığın ayınki 22. gündən başlap doktorxanda yatdı İstanbul'daki doktorxanda. Anandan keyin hazır 33 gün oldu. Bu jarayonda bir qatim saqchi tarafidan izdeldik. Sebebi bir nechisininki aş doktorxonga telefon urib, bu jinoyatchi, bu yalğan ağrıq, anandan keyin sotning ishlari tugamagan degandek so'zlarning sababidan doktordan bizni izledi. Çünkü arada bir tercüman bala var, ananki Liven Bey var, bir Türk kişi. Ananki yana bir bala vardı. Uyida turgan bala emas. Şuna olan bu nemiş olgandı desek, muş ahvalan dedi. Ananki saqchini chaqirtib, saqchi arqalıq mı bir sözleşişler bolgandan keyin bu bala yana davamlıq davolanishda, ananki o işler tugab bir adamning andayliqi özümüzning millatining ichida ba'zi narsani demay desam deyishga majbur bo'lib qolaman. O'zimning millatim yolg'on gap qilay desam ba'zilarga o'xshash bo'lib qolaman, dushmanlarimga o'xshash bo'lib qolaman. Rost gap qilsam, voy pitni qilding, oq qilding, ko'k qilding deyotgan. Mush bolaning davolanishig'imi ishiklarni urib baqdim Turkiyadagi xeylalarni. Lekin zuvan chiqmagan-ku. Ondan keyin voy yay oqdi, ko'kdi, mening g'imimni yeb degan, voy yay palonchining sababidan siz bir haqoratlanib qolmışsınız oldu Zumrat xonim. Palonchining sababidan, hey, ma davolanmış bulamdı onda olsa. Sen qılamsan desem jim. Mening g'imimni yemay, o'zingning bir g'imini yevala qolsang degim keldi ba'zilarga. Ba'zilari yaxshi ko'ngli bilan deydi ekan, ham yaxshi ko'ngliningmi deyman. Qandaq qilaman amsa, zuvan chiqqini ashu, zuvan chiqmag'in talay tursa, sen yaxshi ko'rganlaringdan zuvan chiqdimi? Mana ahvol shu. Mushu balnimi doktorxonaga aran ilindirsak, ashuni jinoyatchi, sotdik ishi tugamagan, yolg'onti. Hey, bundaki senin yalğalarını apasan birden tekşürt bilip almamdı. Muşundak. Anandakin davalanışını davamlaştı. Bugün 33 gün oldu. Aralıkta eğer uruk tukalları bolsa yetini bayramını deydik ya. Bayramını sırtı ötküsü buludu dep. Yak dedik. Şunu olan inçki davalanış, Aralıkta bir operasiya degandek işler oldu. Bunun da ben soğurtunu bir yıllık soğurtunu ağan okşayımız dep oylaptım aralıkta birini töle etsek. Keyin anadakin ma kiler aynen ma töle bitiş gerek kodayma degandi yak men bir aylıqdan ağalığımızı oxumaptım dep töle ettim. Neçə gündən aldı da. Anadakin Muşu davalanish jarayonida jihla mendan so'radi. Agarda muşu pulning masalasini qanday hal qilish kerak, biz muşu atag'anlarimizni qanday qilamiz deb Norvegiyadami bir singlimiz yetning oldida o'zining ko'nglini ifodalaganda ashuninkiga sug'urtani to'layotdik. Andan keyin yana boshqa bolalarmi bor. Biz saqlab turvatımız ya da aytlı deseniz buldu da aytlı deyme. Çünkü bu balınki ahval az bağansır yaxşınış qarab ötdi. Özünün acıdıdan çıqalaydıgan bolsalar biz üçün bir bəxtdi deb şunu nişan qıbağan. Ondan keyin advokat təklif qoyduq. Səbəbi müşəlik saqçığa degəndək işlər bolğanlıq üçün.
yana şu özümüzün milletinden. Eylik avazni bir bala tunup aldı. Aşı doktorxanga telefon uruş, o bu cihetlerdeki işler jarayonida. Odatda bunda alaylı kasalliklarniki ailesining kelgan telefon hammasi ovozga ilinadi. Shuning uchun bu narsa qap qilindi, arxib bo'lib deb turib doktormo saqchiga beribdi. Hayron qoldim desam, oshirib yotganlik emas. Endi biz bir musulmon to'q, voy uyg'ur to'q, voy oq to'q, ko'k to'q deb kelsa, endi pola qarab odam degan voy rost o'xshaydi deb qoladi. Vay musulmonligimizni, vay musulmon turk, vay musulmon palon narsa deb ketsa, qilayotgan qilqing nima? Uyg'urning dardini anglataman deysa, qaysi dardni anglatding? Ash ko'chada qolgan qo'sh bola. Mening g'imimni, yana birisining g'imini yemay, mushu bolaning g'imini yegan bo'lsang, haqqasing, rost musulmonligingni, uyg'urligingni ifodalagan bo'larding. Mushu ojizni ash doktorxon telefon uribmi o'lgading? Qanda bir qalblar uni bilmayman. Yana mı deydiğinem biz kişinin g'imini yeyish, kishidan og'irnish emas. O'zingninki bir bunda bir o'qib baqsang, o'zingni qarabchi, men qanchalik kerak odam, men nima ish qilyapman deb. Temalarni chiqarib qo'ydim. Uyda bo'lmaganligim uchun ba'zan asli vaqti-vaqtida bir chiqamadim ekranga. Anadagi mush bolaning ishiga kelgan chog'da hozir bir tutayotgan boshqa bir cho'ng ish bor. U ishdan boshqa mush bolaning ishiga ko'ngil bilay. Ba'zan temalarga kirmay desam, tatalab o'ltamayotganlar bor. Mushu balnikiga endi iblis qo'lingni tutibli salding, saqchi uddul seni izlaydi. Chunki advokatimi bor, doktorxonaning qog'ozlari bor, doktorxona bilan saqchining aloqasi bor degandek. Anadagi samimiy bir iltimosim, mushu bolaning uyidagilarni tunisanglar. Biror tal rasm bo'lsa, evatib bersanglar, davolanishga texnik foydasi bo'ladi. O'zining yurtliklarining ichida ba'zilar doyingchilar bor-ku. Mush Türkiye'de tallay hemminlarning doyinglaringlar bor ekan. Ba'zilari shu videoga elib, ovozga elib turib, narsalarni chiqarib evatib qo'ydi. Xitoy konsulvatchidan oldida yurganinglardan kechid degan qirlab soqol degan pappakiz qilibdi. Doyingda o'ynaysizlar-ku. Ashlarning ichidagi agar odamiylik jihatdan ozroq bo'lsin bir qalbingda mushinchilik bir o't bo'lsa, mush beshkeramliklarga taklif. Mush bolaning uyidagilarning biror parcha rasm bo'lsa-mu beringlar. Davolanishga ozroq bo'lsin foydasi bo'ladi deb turib doktorning iltimosi. Shuning uchun umumyuzlik dedim bu yerda. Agar ozroq bo'lsa-mu insonlik bir nimang bo'lsa, buningga iblis qo'lingni sunmaysa, Turkiyadagi talay nachar ishlarni Uyg'urlarning orasida qolib qolsin. Hey, jinoyatnimi Uyg'urning orasida qolib qolsin deysa. Jinoyat degan jinoyat. Xatolik degan xatolik. Bütün dünya bilib bo'lgan narsani yo'q, boshqa sesib ketmayli deb. Ey, qo'ngan 5 kishilik chiqib bo'lsa, miyani yuvayotgani bilan boshqa yering ochiq tursa, nimaga endi? Men bilmayman. Acayip numussuzlarca bir narsani yoza olaysa, ayrim xonadimi mani chiqarmisiniz bo'ptike, ani chiqarmisiniz bo'ptike deb ba'zan qarindoshlarimiz burun meni ashtaq deydigan, menga deydi. Ani yuvatsiniz bo'ptike, mani yuvatsiniz. Nim deb yuvitaman? Men ijaraga olmasam bu Facebook'imni desam, yo'q munda ularniki. Hey, manga neri sarang deyman, o'zingning Facebook'ing qop-quruq. Hech nimani yo'q. Bir odam azroqli bir yaxshiroq ish qilsa, haq yo'lda mushundaq bir turay desa, oshining og'zini zuvoni itishga butun yerdan chiqsa, tüşükdün tunimaydigan mush Facebook'da Allah azroqmi bir salom soatimiz yo'q odamlarmi degan bir emas ikki to'q deb turiblar. Facebook'imda yo'q odamlar tiqi. Mundaq dey, andaq dey deb chiqadi. Sizlar kim bunlar? Desam, voy sizni qo'llaydiq deydi. Voy qo'llamayli qo'ysizlar deyman. Mana mush ishchi zuvaning itik. Talay narsa taqtilib ketdi. Birasin qopib, ma bir inson deb doktorxona bir yaxshiroq telefon qilib qo'yish yo'q. Ashini arzi qilganingga qaray. İplasumay nimasan ey. Mush ulug'ay ulug' kunlarda. Allah balayingni bera. Akuni meni voye Zumrat xonim siz nim qilmasangiz bo'ladi. Qog'imisangiz bo'ladi.
İşinin qağını pişti ölmeydi deydikense menin qağışımda nim qoqsa dedim. Qığının eniq tursa, telefon urgununmu eniq tursa, sen palançı ur degenti, pokonçu ur degenti dep. Men o näslerini advokat arkalı buludu. Men özüm Türkiye'de emas. Ma iş kanunu çiğdilidu. Eğer de bu bal doktorxanadan çıqqandaki ahvalını qanda orunlaştırmış degende məsləhət bilen qılımız. Doktorxanadan hisabatı o bu näsler çıkmadı. Soğurtanın soğurta boyunca meni vatıdı. Soğurta ulaşqıç bolğan arlıqtikilerini muş neçə gündekin çıqıdı. Hazırca xatırjam nem qılanglar bildik, kimni izlashni bildigan bolğandikin ensirmanglar biz hazırsan qıstap nem qılmaymiz dedi. Şunda bitimci meni vatıdı. Anandikin bəzən bir adamlarning o'sha yollarda paydo bo'lib qolganini, yosh doktorxonaning o'pchasi paydo bo'lib qolgan Uyg'urlarniki kamera ochib qoldi ekansizlar. Har holda azroq olsun, miyani olsun saqlab qo'yinglar. Odamning bek nomus keladi ekan. Elimi iştlar bakır ekan u yerda bu bakquchilardan boshqa iştlarni qo'yib ekan shakjiq iştlarni. Mushunchalik ahvol. Agar mumkin bo'lsa, ko'ngil bo'lsang, agarda mumkin bo'lmasa, g'it qisib o'ltarsang, Xudoning bagini deb o'ylayman. Bir haq yo'lda hech nima qilolmasangmi, naqchilikka chavoqchanmag'in ey. Bu xudolik olam, hammamiz ketimiz. Mushu balniki ishlariga ko'ngil bo'layotgan, yordam bo'layotgan bolalarga rahmatimni bildiraman, qarindoshlarga. Biz ham agarda iqtisod jihatdan yordamga ehtiyojimiz bo'lsa, cho'qim to'g'ri chiqarib qo'yamiz. Aniga oldirib qo'ygan bolalar bor. Gollandiyadan, anadikin Shvetsiyadan, Norvegiyadan, Avustralya'dan, o'sha yerdan bolalar hamda adalarimiz bor, opa deyishimizdagilar bor. Bizga opa bo'la oladigan, menga opa bo'la oladigan yoshdagi xonimlar bor. Agarda yordam kerak bo'lsa, ayt deb qo'ying. Jiq qilmasaqmi, ozdir ko'pdir qilamiz dedi. Rahmat dedim. Agarda yordamga ehtiyojimiz bo'lsa, cho'qim deyman. Advokatninkiga bir qatimliqni berib atdik. Doktorxonaning ishini nem qilsak, advokatning masalasi chiqdi. Tova deyman. O'sha Xitoydan biz og'rinishning oldida o'zimizga bir savol qo'yib boqaylik. O'zimiz qanchalik, o'zimiz nima ishlarni qilyapmiz? To'rdagi chapanchilar nadagi nachar ishlarimi suvoqchilik qilib chiqa oladi. Voy andig'iti. Xotin anglab qolmsin. Voy xotin bunda qilib qolmsin. Hey. Kechdi yetib o'zingga savol qo'yib boq. Mush ish plastig'ining javobini kimga bersa, menga bermaysa, Allohga bersa. Hammamizning go'ri ayrim. Agar men nachar ish qilgan bo'lsam, Xudo mendan olsin. Agar sen qilgan bo'lsa, Alloh sening baloyingni bersin. Shundan deb tilayman. Mushu bir ojizninkiga taladi yotdi. Hech nimasi yo'q yurdi. Bir insonning o'rinlashtirishi bilan bir odam bilan tanishdim. Bir odam bilan, bir turk kishi bilan tanishdim. Ashu boradi, keladi, yordamda bo'ladi. Mush soqchilarning masalasi bo'ldi, operatsiya bo'ldi, mushundaq. Doktorlarni biz Skype'da videolar e'lanamiz, shunda bo'ldi. Nima kerak bo'lsa deydi. Mushda psixik maslahati doktorning andaq-mundaq, chunki biz nimani o'ylashdik deganda bir operatsiyaga to'g'ri kelgan chaqda mening qo'l qo'yish huquqim yo'q. Buning ota-onasi yo'q bu yerda. Urug' tuqqanlari yo'q. Ba'zilar deydi, voy tuqqanlari beshchiqqa qani tuqqanlari chiqman demsan. Sen dapaqa qaysi tuqqanlari? Menga ivatib ber tuqqanlarini izlay deb baqdim. Jim. Palonchi bunda qani palonchilarni izlayosh tuqqanlarini. Doktorxon deganda urug' tuqqanlari qo'l qo'ydi. Ota-ona yoki eri, yo xotini, yo bolalari qo'l qo'ydi. Bunda ish kelgan chaqda advokatni taklif qilaylik dedim. Chunki bizning undaq bir salohiyatimiz yo'q. Biz odamiylik jihatda yordam qildik deb turib advokatni taklif qildik. O'ylab baqili. Ertagin yetimning otasi yetdi deb bir kun to'shikdan bir nimalar chiqmasin.
Başqa vaqtda ega olamagan bilan deb advokatni taklif qilib, shuni o'yichi qilamiz. Har qanday narsa, mayli operatsiyaga, mayli qanday davolanish, ba'zan badanga ziyni bo'ladigan davolanishlarni rad qilish kerak yoki qanday qilish kerak degan narsa masala sog'lig'ingga shu doktorni taklif bo'yicha advokatni taklif qildik. Anandan keyin siz o'ylab beqing, bu narsa yaxshilikla emas, bir odamning bir kelgusili emas, mas'uliyat degan gap bor. Agar bu mas'uliyatni bo'ynimizga elishimiz uchun xalqning o'ngtattir mazgaplariga qilib qolmayli yoki yana bir javobgarlik yana birim deganda advokatning masalasi bor. Doktor bilan paranglashdik. Bizni tuqqanlar o'xshaydi. Palonchi sening tuqqaning o'xshaydi debdimiz. Pogonchi tuqqaning o'xshaydi debdimiz. Amaliyot unday emas ekansizlar. Haligi qarama tomoqlarim yaxshi, mundaq deb turib. Har qatim ko'rishgan chog'da men saqib bo'ldim. Meni achkasizlar deydi. Texim yaxshi davolaning, ondan keyin achkitimiz deb qo'ydik. Bashkeramliklar, nerede sizlar? Başqa ish qilamisanlar, ota-onasining rasmini o'sim deb beringlar mana. Sizlarni hargiz izlamayman, ayrimxonamda mo'dab chiqsizlar, jin tip ketganda bir yerlardan paydo bo'lsizlar. Eliqi xotin yoki qizlarning ismi bilan yoki bir g'alati bir ismlar bilan shu yerlardan men bir paç rasm yetib bermadim sizlar apsti deb. Doyingchilar ish bo'lmaganda xalqlarga tonishlaringlar orqali ota-onasining rasmi o'simi ega bo'laylik. Doktorga lazım. Anadaki her ayda sug'urtani topshirib mağamiz. Maslahat bilan 6 oylikniki buningki her ayda topshirib turaylik, chunki endi muqimlashib, mana bu bo'g'icho'ga arliqda cho'qim endi uzilib qolmasin davolanish deb turib başlaq qildik. Amal va hukumatning yordamiga, hukumatning bir sosyal mana öy-pöy degandek narsalarninkiga bir tirishayli deb menvatdosh turib olib bilan yana bir Uyghur bala ashta qıvatıdı. O uyda turg'izgan Abdulaziz emas. Başqa balalar. Uni mi avar qilmanglar. Agarda ashuningga bir qalaymaqanchilik uchrab qolsa, Abdulaziz u vaqtida mi cho'pli bitman desam ishininglar, Turkiya turg'isiz bo'lib ketsa rasvo bo'lib, Turkning orasida rasvo bo'lib ketsa. Agarda mayli Abdulazizga mayli kimgila mushuning sababini qilsanglar. Mushu hozirga qadar birayliq mushu bizning qarindoshlarning bir ambar var. Mushu hamma isbotliq narsalarni men yolg'iz saqlamayman. Bir yer to'playmiz. Chunki jambayar qazaba ya bir ish uchrab qolsak, qanday qilamiz deganni qilib turib biz shunday qilgan. Bizning oramizdan hech qanday bir xil uchur xarakterlik yoki isbot yoki qanday narsa sirtib ketmaydi. Bununla hemmimiz kepil bulalaymiz. Şun hozirgacha men torda so'zliginim bilan ovozlarim bir yerlar uçup yurmaydi. O'zim so'zlagan so'zimni o'zim chiqarib qo'yman. Atigi munda olmasin, anda olmasin degandek narsalarni, qanot quyruqlari chiqib qolmasin mening ovozlarimdan deb. Mushundaq. Agar o'zing bir Uyg'ur bo'lsang, agar bir musulmonligingni azroq bo'lsin saminga sap qo'ya olasan, munda nachar ishlarni qilmaysa deb o'ylayman. Bir acizning oqidanmi pichoq tiqib ulgarding ey odam bulamsa. Bu odamning saqiyib qilishi oromingni buzib qoladi xatolashmasam. Mayli oshqan, mayli u jamoat, bu jamoat yoki yana bir nima deganlarninki oromini buzib qo'ydi. Lekin ta'linga ta'tir kelib qoldi. Hamma ishlar joy-joyda. Saqchimi bu ishda bor? Advokatimi bor? Agar degan narsaga abay sualımı koydum, cevabımı berip koydum. Eğer bu qalsa özün sesi ise, dünyavi sesi ise, işenmisən, Avrupalarca əkeldiriydim, bəzən rəsvalarının, şu Avrupaların qolu var, rəsvalarının ki, özün rəsva olursa, kimdən nima aldın, nimiş qığantın digərlər sənin, həmisi mişət çıxır o vaxtıda. O vaxtıda şu, vətəndikilər evlən qoy, vətəndikilərlə işdim qılanmıdıq. Taşma atamladık dep mi çıkarıp atıdık. Hiç mi kılanmadık. Lekin vatanın sırtırkiler olsun iyi olsak bu mamda. Muşu mu Uygurduğu? Muşu mu davanın bir kısmı emes mi? Köngül bölüşün öz ana milletinge. Akırın bıçak tıkış mı?
O sayahatlar yep ketken, içip ketken, tunguz yerilip ketkidek qo'saqlaringlar chiqirib qo'ysa, ashu dava. Bir yerlerden eqib ketar bir darslaring atogin ko'rimiz. Qarindoshlarım, bugun mushun deb qo'ydim. Agar yanama ko'ngil bo'ldigan olsa, ayrimxonda izlasanglar bo'ladi. Mayli boshqa yerlarda har qanday pul yiqqan bo'lsa, bu bir qo'ymichilik deb bilsanglar bo'ldi. Biz pul yig'madik. Bevosita advokatnikini advokatga urib berdik. O'zimizlar. Do'stlar, o'zimizlar. Sirtdan hech qanday. Agar kim yiqqan bo'lsa, kim olgan bo'lsa, u og'izdan burnidan chiqib ketar, bu bir qo'ymichilik. Uyg'urda qo'ymichilar bekchiq, lekin qo'ymichilarni aqlab chiqamiz. Qo'yilganlar 4. Tutilib qolganlar 4. Nima uchun qo'yilibdi deb. Mushu bolaga doirmi, mushu ziyonkashlik uchirg'ichini, mushuning g'amini qilmay, boshqa g'amlarni qilasang, tuy dedim bir nechisiga. Rahmat qarindoshlarim, bugun mishagchi bo'lsin.